Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Nurobod Nurbuloq shaharchamizda turibmiz. Akalar katta sentralniy yo'lga yaqin joydamiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, bugun mana shu toylarimiz sotiladi akalar. Mana shu ikkalasi sotiladi. Bunisi 2 yashar, bunisi 7 oylik akalar. Bunisi o'zi otasi ko'pkarlarda chopib beradi. Surqash nomli otning bolasi do'stlar. Bu 2 yashar. Sirojni sotiladi. Bunisi 7 oylik. Xudo xolasa kelishtirib beramiz deyapti. Mana bu tomonda mana otni katta onasi turibdi akalar, e'tibor qilsangiz bo'ladi. Mana shu otning bolasi. Aytib o'tganimizdek, So'rqash nomli ko'p kishilar ko'rgan bo'lishi kerak. Ko'pkarlarda chopib beradigan otning bolasi, ikkalasi ham bolasi. Mana shu 2 yashar bunisi. So'rashni sotiladi deyapti akalar. Bunisi 7 oylik. Xudo xolasa pulini kelishamiz deyapti. Ekranda nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. To'liq videolari Ilyoruz YouTube kanalimizga ham qo'yib boryapmiz. Mana shu ikkalasi srochni sotiladi. Bundan tashqari kimga srochni bir arpa kerak bo'lsa, arpa ham bor. Arpa mahsulotlari 2 tonnaga yaqin arpa bor deyilyapti do'stlar. Xudo xolasa kelsa, ko'rsin, kelishamiz deyapti. Balkim otni toylarni kelishib qolsangiz, arpa bor so'kishi ham mumkin. Kelasizlar, ko'rasizlar, xudo xolasa kelishib olaverasizlar. So'l arpamiz bor, toza. Samarqand Nurobod Nurbuloq shaharchamizda deydik do'stlar. Mana bu tomonda yaqin o'zi sentralni yo'limiz o'tgan Nurbuloq shaharchamizga kirish joyida Neft bazaga yaqin joyda turibmiz. Bu yog'i Nurbuloq shifo maskani sanatoriyamizning arqa tomonida turibmiz. Yana ham lokatsiya taylab berishadi uzoqdagi aka-ukalarimizga. Kelasizlar, ko'rasizlar, chavandoz akalarimiz bo'lsa, kelib turib kelishib olasizlar. Layklarni bosamiz, yurakchalarni kuzatib qo'yamiz, boshqa gruppalarga ham yuborib qo'yamiz. Chavandoz akalarimizga, otga qiziqadigan akalarimizga hammalariga birdek omad tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.